Qamish ishqibozlari buyra mahsulotimiz. Buyra to'qilish mana shu. Buyra uzunligi 4 metr zakas to'qilyapti Namanganga. 2 ga 3 buyra. Asosan bu zakas to'qilganlar hozir endi 2 bo'lyapti, uzunligi 4 metr bo'lyapti. Zakas ham to'qib beraveramiz. Aytilaveradi bemalol. Mana buni to'sqich deyiladi. So'rilar to'sib qo'ysa zo'r bo'ladi. Mana oshxona-poshxonalarda ham ishlatsa bo'ladi. Uylarga ham darvozadan kiraverishda. Darvozani ochgandan so'rida o'tirsa ko'rinmaydi mana. Zo'r narsa, ammo tashqari, ichkarida odam tashqaridan ko'raveradi. To'sqich deyiladi. Ana ikki tomonlama chiroq oyoqlari ham bor. Aytama buyra mahsulotlari to'qilishi. Bu ham mana zakas. Uzunligi 340 ekan. Shu bu ham Namanganga davomi to'qilyapti. Mana 240 ekan uzunligi. Endi 1,5 bo'lyapti. Shunaqa razmerda to'qib beriladi kelishilgan holatda. Buni chiyimiz mana chiy to'qilishi. Bu sim bilan to'qiladi 4 ta qator qilib. Bitta bo'lsa, ikkita, 4 ta joydan sim bilan to'qiladi. Yumaloqcha shu qamishni archib po'chog'i bilan. Unga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, telefonlarimiz ekranga yozib qo'yiladi.